nafaqat bizni davlatimizdagi minbarlarda, balki xalqaro yuqori minbarlarda ham, BMT assambleyalarida ham ta'lim, muallim degan masalani doimo ilgari suradilar. O'zbekistonda ta'lim rivoji uchun, pedagoglar maqomini yuksaltirish uchun huquqiy asos havas qilsa darajada arziydigan bo'lib shakllandi. Tahir janoblari ham alohida e'tirof etdiki, dunyoning biror konstitutsiyasida o'qituvchi maqomi haqida modda yo'q. O'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini uzluksiz jarayon sifatida qo'llab-quvvatlash, ularning malakasini zamonaviy metodikalar, innovatsion yondashuvlar va raqamli texnologiyalar asosida amalga oshirish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Bugungi konferensiyada bevosita ishtirok etib, asosan maktab ta'limidagi zamonaviy boshqaruv strategiyasi va istiqbollari haqida fikr almashdik. Umuman O'zbekistonimizda 2023-yilda boshlangan ma'muriy islohotlar natijasida vertikal tizim yaratildi. Bevosita maktabgacha maktab ta'lim tizimida respublikadan tortib eng quyi bugungacha bo'lgan boshqaruv tizimini takomillashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Olib borilgan tadqiqotlar mobaynida aniqlangan muammolarga yechimlar va ularning tahlillari muhokama qilinmoqda. Konferensiyaning asosiy maqsadi O'zbekiston va xorijiy mamlakatlardan taniqli olimlar, tadqiqotchilar, pedagoglar hamda mutaxassislarni bir maydonga jamlab, akademik muhokamalarga samarali hissa qo'shish va zamonaviy ta'limni rivojlantirish yo'lida hamkorlik aloqalarini yanada mustahkamlashdan iborat. Konferensiyamiz 6 ta shubada davom etadi va bu shubalarda tadqiqotchilar, olimlar va pedagoglarimizdan iborat bo'lgan jamoalar ishtirok etishadi.